Salom hammaga, men kuzatuvchilarim, podpischiklarimning niyatini oldim. Aqlingizdagi inson bilan uchrashuv, yarashuv, ko'rishuv bormi? Birinchi kartani tanlaganlar, ikkinchi kartani tanlaganlar, ko'ramiz. Birinchi kartani tanlaganlar bu yerda kutish bilan turibsiz, kutib turibsiz. Uchrashuv bo'ladimi? Ko'rishuv, yarashuv bo'ladimi deb ko'ramiz. Juda ham sabrlisiz, kuchlisiz, qandaydir energiya bor, siz tomonga tortadi aqlingizdagi insonni. Gap so'zlar, dedi g'iybat, tuhmat, orqangizdan pichoq urishlar bo'lgan. Shu sababli hozir u o'ylovda qolgan. Keladimi? Harakat qilishingiz kerak, o'zingiz ham mehnat qilishingiz kerak uni kelishi uchun. Boshi qotgan buni. Qaysi biriga kimga ishonishini bilmayapti. Mana shu uchun ham siqilib qolgan. Chunki mana bu orqangizdan pichoq urishlar bo'lgan, siqilishlar bo'lgan, gap so'zlar, dedi g'iybat, tuhmatlar bo'lib turibdi. Shunda bu siqilish bilan turibdi. Qaysi biriga ishonishini bilmayapti. Sizga ishonsam yoki boshqadami? Miyasi chalkash, ko'p narsalar o'ylab turibdi, xayol qilib turibdi. Chalkashib qolgan. Ishonishni ham, ishonmasligini ham bilmay turibdi. Nima bo'ladi? Ishonadimi boshqalarga? Jahli chiqib turibdi. Boshqalarga ishonchi bor. Lekin tarozini pallasini bir xil olib bormayapti. Bu bo'lishi mumkin. Onasi, opasi, singlisi yoki kundoshingiz bo'lishi mumkin. Tarozini pallasini bir xil olib bormayapti. Ikkinchi kartani tanlaganlar. Bu yerda esa mehrni bir xil bermayapti. Ko'ramiz hozir. Kelishi bormi? Bu yerda juda ham bir-birlaringizga bog'lanib qolgansizlar. Bog'lanib qo'ygansizlar. O'zini xayollari bilan, hozirgi vaqtda o'zini ishlari bilan ovora bo'lib yuribdi. O'zi tanlagan yo'lda ketib turibdi. Ko'p kishi buni saqlab qolmoqchi bo'lib turibdi. Bu yo'lingdan qayt, bu yo'ling xato deb turibdi. Lekin bu o'zi xohlagan yo'lga ketib turibdi. Bu yerda bu erkakda ikkita inson o'rtasida qolib turibdi. Ikkalasini ham tanlash niyati bor. Ikkalasidan ham voz kechish niyati yo'q ekan. Bu yerda sizda ham shunaqa holat, gap so'z, dedi g'iybat, tuhmat shunaqalar bo'lib turibdi. Ayollar o'rtasida bo'lgan gap so'zlar bu yerda. U yoqqa tortib turibdi, bunisi bu yoqqa tortib turibdi. Xullas, mana shunaqa ikkilanishda turibdi. Lekin ikkalasini ham tashlab ketish niyatlari yo'q bu kishimni. O'zi ham charchagan. Unisi aytibdi, meni tanla deyapti, bir kishini tanla deyapti, bunisi meni tanla deyapti. Bu esa o'rtada o'ta charchagan, o'ta hamma yuk bo'yniga olgan, o'ta siqilgan,